Bir ayol o'zi yaqin o'tadigan bir necha oilik kishilarni mehmonga chaqiribdi. Mehmonlar to'liq kelib bo'lgandan keyin u ayol 5 yoshli qiziga mundoq debdi. Qizim, tog'a hadlaringizning sharifiga bir necha eg'iz tabrik so'z qilib bermamsiz? Aman, men yonimga deyishini bilmasam. Apangiz gapga pek usta qizim, ha? Siz apangizning odat deydigan gaplardan bir nechini deb bersangiz bo'ladi. Ma'qul unda bo'lsa. Xudo, shuncha pulni buzib mehmon chaqirmiz deb nemish bu qilar edik a? Org'uzib jinini oldigan bo'lib bir nimalar. Shu mushtada aytdi. O'qish boshlagan tunji kuni bir bola maktabdan qaytib kelgandan keyin opasi uningdan so'rabdi. Yangi o'qituvching yaxshimikan qo'zam? Yo'q. U bek yolg'onchi. Voy, qulaymuqan gap qilma. Muallimi yolg'onchi bo'lamdi. Men rostlayapman. U dars boshlaganda 3 ga 3 ni qo'shsa 6 bo'ladi deganti. Bir ozdan keyin 4 ga 2 ni qo'shsa 6 bo'ladi dedi. Yana texi darsdan tushishga oz qolganda 5 ga 1 ni qo'shsa 6 bo'ladi deydi. Voy. Bir bola magazinga kirib prikazchikdan so'radi. Ada. 1 kilogram bulkining bahosi qancha so'm? 4 so'm balam, 4 so'm. 1 kilogram oq shakarning bahosi qancha so'm? 12 so'm balam. 2 kilogram bulki bilan 2 kilogram oq shakarning bahosi jami qancha so'm bo'ladi? 32 so'm bo'ladi. Rahmat sizga ada. Bu javoblaringizni mavi daftarga yozib bera olamsiz? Bo'ladi, yozib beray. Oy, balam, bularni so'rab nima qilsa? Bular muallim bizga bergan topshiriqdi. Chiqaman, o'zing ishla. Yaxshi quloq. Men sizni yaxshi ko'rmandan. Garchi mening Farhodnikidek millionlab pulim bo'lmasimi? Men sizni chin qalbimdan so'ymandan. Garchi mening Farhodnikidek nochi mashinam, nechiyada qora joylarim bo'lmasimi? Men sizni chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Garchi mening Farhodnikidek Tub turing. Bo'ldi, so'zlamay turing. Menmi sizni pek yaxshi ko'rmay qarang. Biroq boyaqa Farhod deganingiz zodi kim u? U nerda o'tirdi? Aniqlab topasiz. Nima Farhodning gapini chiqardi beka?